sifat qadrlaydigan aka-ukalarimiz uchun juda ham zo'r taklifimiz chiqyapti. Yunusobod tumani 17-kvartalda 2,5 sotix yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvda. Orienteriga keladigan bo'lsak, Hightown City'ni yonginasidagi elitni mahallada joylashgan, mahallamizda keng, asfaltlar qilib qo'yilgan, katta hovlilar qatorida joylashgan. Men o'zim birinchi marta bu mahallaga kelyapman. Juda ham zo'r mahalla ekan, o'zimga yoqdi. Infrastrukturasi razvitiy joyda joylashgan. Binomiz 3 qavatli, jiloy maydoni 380 kvadrat metr, zeleniy zona uchun ikki tomonlama joylar qoldirib ketilgan. Yozgi oshxonamizda sifatli darvozalar qo'yilgan. Bitta mashina bemalol olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Umumiy hojatxona. Uyimizni sifatli deyotganimiz sababi polностью granit qilingan so'kullar. Uyga ichki qismi ham remontlari juda ham yaxshi, odamni ko'zini charchatmaydigan ranglardan foydalanib sifatli mahsulotlar ishlatishgan. Qurilishda bu yerda ham mana archa, kichkina daraxtchalar qo'yish uchun joylar qoldirib ketilgan. Eshigimizni qaranglar, baquvvat qo'yilgan. Kirishimiz bilan hol kutib oladi. Uyimizda 5 ta xona, 2 ta hol, 4 ta sanuzel bor. Birinchi xonamizda zal, bemalol shu yerda mehmoniylar, kuturasilar, kengina remont qaranglar. Juda ham zo'r chiqqan. Lyustralar ilingan. Keyingi xonamizda umumiy sanuzel. Chiroyli remont qilib qo'yilgan. Yaxshi lokatsiyadan sifatli qurib bitkazilgan hovli qidirayotganlarga maslahat beramiz. Oshxonamiz orqa hovli uchun eshiklar qoldirib ketilgan va birinchi qavatga tegishli spalni, garderob uchun отдельный o'zini joyi bilan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda межкомнатный koridor va kengina hol kutib oladi, o'zini balkonlari bilan. Zo'r mahallada joylashgan. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan master spalni, ichida o'zini sanuzel garderobi bilan, eshiklar qaranglar, devor bilan pastda bir xil bo'lib ketgan garderob, kengina razmeri va ichida dushovoy kabina sanuzellari bilan. Yaxshi lokatsiya, remont, lekin yaxshilab detalni qarasanglar, juda ham did bilan remont qilib bitkazilgan. Umumiy sanuzel va ikkita bolalar yotoqxonasi ichida garderob uchun отдельный joylari bilan. Yana bitta spalnimiz. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lestnitsadan podvalga tushganimizda kattagina hol sifatida ochiq planirovkada qoldirilgan. Xohlasanglar bolalar o'ynash maydonchasi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Gilamlar yozib, maza qilib bolalar qo'yib yuborasizlar, maza qilib o'ynashadi. Yoki kinoteatr yoki garderob sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Birinchi xonamizda prachka, keyingi xona kotelni. Bu xonamizda bitta spalni sifatida foydalanadigan xona. Uyimizning narxini $435,000 ga narxlayapmiz. Narxlari kelishiladi. Pastda nomerlar yozib qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.